Hammaga assalomu alaykum, aziz aka-ukalar, aziz musofirlar, kanalimizga xush kelibsizlar. Agar kanalimizga yangi bo'lsangiz, videomizga like bosib, kanalimizga obuna bo'lishlaringizni so'rab qolamiz, aziz aka-ukalar. Eslaringizda bo'lsa, mana shu og'ilda bir 4 kun, 5 kun oldin chiqargan edik, ya'ni birinchi etaj tayyor bo'lgan palla. Ana shu videoga aytganmiz, ya'ni krishasi ikkinchi etaj tayyor bo'lgandan keyin sizlarga ko'rsatamiz deb va'da bergan aziz aka-ukalar. Mana ikkinchi etajni ko'rasizlar, qanday holatda bo'ldi. Shunaqa svitdan, shunaqa shipirdan yopildi. Sizlarga hozir batafsil ikkinchi kirishani ham nimadan yopilgan, qanday materialdan yopilgan sizlarga chot qilib tushuntirib o'tamiz aziz aka-ukalar. Bo'lmasa birinchi etaj sizlarga yana ko'rsatib o'tib ketaman aziz aka-ukalar. Birinchi etajni ko'rsatganimga 4 kun 5 kun oldin kraskasi yo'q edi, ko'p narsalar yo'q edi. Mana tayyor bo'ldi aziz aka-ukalar. Operator keng. Aziz aka-ukalarimiz ko'rib turganlaringizda buni kraska yo'q edi. Mana metrlarni men sizlarga aytib o'tganman. Mana shunaqa svitdan, shunaqa kraskadan bo'ldi. Ya'ni qo'ylarga qo'raxonaga mana yerga jim tayinladi. Keyin mana yerga suv qo'yiladi. Ya'ni jimni shuni yeb bo'lgandan keyin suvni ichaveradi ko'rib turganlaringizda. Ya'ni qo'raxonamizni ichini men sizlarga aytib o'taman. Ko'p aka-ukalarimiz telefon qilyapti, ya'ni kommentariyaga yozyapti. O'g'illarni metrini ham aytib, qani ichiga necha degan aka-ukalarimizga men sizlarga aytib o'taman. Masalan, 2dan jicha ziyod bo'ladi, ya'ni ko'rib turganlaringizda, ya'ni qo'raxonani yeni tak uzuniga 1, 2, 3, 4,5 5 bo'lyapti aziz aka-ukalar. Endi biz sizlarga mana qo'raxonani ko'rsatib o'tdim, molxonani ham sizlarga ko'rsatib o'taman aziz aka-ukalarimiz. Ya'ni qo'raxonalarda eshiklari ham bor, ya'ni qulf kalit bo'ladi. Ya'ni qulf kalit bo'lgani uchun bunaqa mol bolalarni, ya'ni buqalarni ichiga kirib ketmaydi. Ya'ni qo'ylar mayda bo'ladi degan maqsadda. Aziz aka-ukalarimiz, ko'rib turganlaringizda mana o'g'il, mana shunday iborat bo'ldi, nima bo'ldi. Ya'ni ventilyatordan bergan hammasini o'rnatdik. Men sizlarga bularni ham tushuntirib o'taman. Ya'ni bularga ham kraska urildi. Ya'ni sizlarga mana metrni ham aytib o'taman. Tak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 metr bo'lyapti. 9 metr bo'lyapti. Bundayga yeniga, ya'ni 3,5 4 ga yaqin bo'lyapti aziz aka-ukalar. Ya'ni bunaqa o'g'il nima uchun mayda bo'ldi degan aka-ukalarimizga, ya'ni uchastkasi mayda, ya'ni sharoiti mayda undakilarga mana shunday meni o'g'illarni, ya'ni o'zimiz tayyorlayapmiz aziz aka-ukalar. Ya'ni masalan kim o'g'il quraman desa, masalan proyekti yo'q aka-ukalarimizga telefon qilsalaringiz, masalan o'zimizni ustalarni sizlarga tavsiya qilib qolamiz. O'zimiz ya'ni yordam berishga harakat qilamiz. Shunday proyektlarda, mana shunday proyektlarga, ya'ni meni o'g'illarni tayyorlab berishga harakat qilamiz aziz aka-ukalarimiz. Ba'ni sizlarga ko'rsatib o'tdim, ya'ni mana og'ir ko'rib turganlaringizda, ya'ni manilarga mana ho'kiz mollar polni baynladi, ya'ni ilmaklar qo'yilgan. Ya'ni aytgandim nechta baylanishini, 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, 6 ta, ya'ni 7 ta molga mana yerga joy bor ko'rib turganlaringizda, mana yerga jim tayyorladi. Ya'ni men armaturni ham sizlarga tushuntirib o'tganman aziz aka-ukalar, bu nima uchun qo'yilgan degan aka-ukalarimizga, ya'ni bunga molni tuzini shunday kiygizib qo'yasiz, ya'ni bu armaturaga, ya'ni mol bu yoqdan tuzni yalashi uchun oson bo'ladi, ya'ni til ulmaydi. Aziz ukalarimiz, ya'ni 1 ta, 2 ta, 3 ta, 4 ta, 5 ta, bundan 6 ta qo'yilgan, pashti birma-bir qo'yilgan, ya'ni armatura, ya'ni tuz kiygiz uchun aziz aka-ukalarimiz. Nima deymiz? Ikkinchi etajni sizlarga ko'rsatib o'taman. Birinchi etajni mana patologi shunday bo'ldi. Ya'ni sizlarga ventilyator aytib o'taman aziz aka-ukalar. Ventilyator nimaga qo'yildi degan aka-ukalarimizga, ya'ni oldi ochiq, ya'ni bu yerga sirkulyatsiya aylanmagani uchun, ya'ni pagoda bu yerga issiq bo'ladi aziz aka-ukalarimiz. Shuni evaziga bu yerga 2 ta ventilyator qo'yildi. Yoz kuniga 50-40 gradus issiqqa ventilyator shuni ishlatib qo'yilasiz. Ya'ni molni chivin bosmaydi, ya'ni sveji vozdukqa shuni yotaveradi mollaringiz aziz aka-ukalarimiz. Bo'lsa ikkinchi etajni sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Aka-ukalarimiz, ya'ni mana o'g'limizning ikkinchi etaji bo'ladi. Ya'ni bir poli nimadan bo'ldi degan aka-ukalarimiz baribir o'g'illar, bir ikki o'g'illar, bitta ikkita o'g'illar, ya'ni xos tayyorlanib, ya'ni kagildan bo'ladi. Mana shu o'g'ilimiz juda ham bir zamonaviy, ya'ni bir cho'tqa qurildi, ya'ni o'zimizga ham joy qildi shu o'g'illar aziz aka-ukalarimiz. Ya'ni bizda ikkinchi etajimizda poli, ya'ni
dispidan, ya'ni 1 santimetrlik dispidan yopildimini ko'rib turganlaringizda, mana samolyotlar urilgan, samolyotlar cho'tkib 1 santimetr, ya'ni bir ustiga shuni o'ynab yursalaringiz ham hech narsa qilmaydi. Ya'ni buni jonboshiga bakoviga nima uradigan aka-ukalarimizga, ya'ni 8lik reka urilgan, ya'ni tunuka urilgan, qarin tunukada, ya'ni azbi shipir bo'ladi. Nima deymiz? Mana bu stoykalar aka-ukalarimiz, mana pol ustiga yuraveramiz. Ya'ni bu yerga bir sekret narsasi bor. Ikkinchi etaj aka-ukalarimiz birinchi etajdan ikkinchi etajga teshik ochilgan. Mana ko'rib turganingizdek, mana yerda teshik bor. Ya'ni 40 ga o'tda ikkita teshik qo'yilgan. Ya'ni nima uchun bu teshik qo'yilgan degan aka-ukalarimiz, ya'ni bu yerga bir hashak, ya'ni 3 ta qo'yilgan ekan shu teshikdan. Bu yerga bir hashak bu narsa bo'lsangiz, hashaklar ham ya'ni ko'p tursa ham chirib ketmaydi. Ya'ni shamol bo'lib, ya'ni sirkirasa aylanib turadi. Shuni ba'zi aka-ukalarimiz mana shunday ventilyatsiya degan narsani mana shunga qo'ydi. Ya'ni o'zimiz ixtiro qilib aka-ukalarimiz, ya'ni bilmadim boshqa aka-ukalarimiz nima deyishi mumkin. Ya'ni nima deymiz aka-ukalarimiz, o'g'illarimiz mana shunday iborat bo'ldi. Agar kimda kim shunday zamonaviy, ya'ni qo'llar, ya'ni meni o'g'illar kerak bo'lsa, ya'ni uchastkasi mayda odamlarga mish o'g'illar tavsiya qilib qolamiz. Ekranda telefon nomeriga telefon qilsalaringiz ham bo'ladi. Ya'ni shu telefon nomeriga WhatsApp ham ulangan. Bu WhatsApp Rossiyadagi aka-ukalarimizga bo'ladi, ya'ni musofir aka-ukalarimizga. Ya'ni bunday proyekt agar sizda yo'q bo'lsa, o'zimiz borib yordamlashib shunday proyektlarni, ya'ni maslahat berishga harakat qilamiz. Ya'ni qulaylik taraflariga. Aziz aka-ukalarimiz bo'lsa, keyingi videoga ko'rishguncha xayr, omon bo'linglar.